Assalomu alaykum. Bu darsimizda quruq hamda dugani ko'rib chiqamiz. Demak, quruqni yasash uchun oddiygina quruqni komandasini ustiga bir marta bosamiz hamda bizlarga komanda aktivatsiyalashdi hamda biron joyga biron nuqtani belgilasak, quruq chizishni boshlaymiz. Hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, bizlardan kompyuter quruqni radiusini berishni so'rayapti. Bizlar quruqni radiusini berishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda quruqni radiusi o'rniga diametrni berib, quruqni chizishni tugatishimiz ham mumkin. Hozir men quruqni radiusini berish orqali quruqni chizaman. Misol uchun 70 deb quruqni radiusini beraman. Yana bitta shunday quruq chizamiz. Buning uchun oddiy probelni bosamiz oxirgi komandani tiklash uchun hamda yana bir bor chizib, diametrini berishga o'tamiz. Demak, bizlar oxirgi marta quruqni radiusi 70 bo'lgani uchun ikkita radius diametrini tashkil qiladi geometriya qonunidan. Shuning uchun bizlarni xotirasida 140 deb turibdi. Demak, 140 ni bosamiz qaytadan. Bosmasak ham bo'ladi. 140 ni chizadi. Hamda ikkita bir xil radiusni chizdik. Diametr va radiusi bilan birga chizish farqi yo'q. Qaysisi qulay bo'lsa, shuni chizishingiz mumkin. Mana bu yerda uchburchakni bossak, aylana chizishning sub opsiyalari chiqadi. Birinchisi bu radius orqali chizish, ikkinchisi diametr. Bu ikkalasini ko'rib chiqdik. Keyingilari bu ikkita tochka bo'ylab chizish, ya'ni ikkita nuqtani ko'rsatamiz hamda aylanamiz chiziladi. Keyingisi 3 ta nuqta bo'yicha chizish, keyingilari kasatilni hamda 3 ta tochkali kasatilni bo'yicha chizish. Kelinglar, birinchisi ya'ni ikkita nuqta bo'yicha chizishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizlardan ikkita nuqtani so'raydi. Birinchi nuqtani chizdim hamda ikkinchi nuqtani mendan so'rayapti. Ikkinchi nuqtani qo'yishimiz mumkin. Bitta hozir uchburchak chizib olaydi. Tomonlar soni 3 ta deb belgilayman. Demak, ba'zi paytlarda shunday bo'ladiki, biron joyga siz aylana chizishingiz kerak bo'ladi ma'lum bir joyda. Shunda mana bu ikkita tochkadan ikkita nuqtali aylanadan foydalanib chizib olishingiz mumkin. Keyingisi bu 3 ta nuqtadan foydalanib turib aylana chizish. Bunda bizlar obyektlarga ichki yoki tashqi chizilgan aylana chizishimiz mumkin. Ularni 3 ta nuqtasini belgilash orqali. Misol uchun, mana bu nuqtasini sal uchburchakni chetroqqa olaman hamda ana shu uchburchakni o'z ichiga olgan aylana chizishni xohlasam, ana shu 3 ta nuqtani o'z ichiga oladigan aylanani belgilayman hamda mana bu 3 ta nuqtani ko'rsataman. Hamda aylanamiz ana shu uchburchakning tashqi chizilgan aylana hosil bo'ladi. E'tibor berib qaragan bo'lsangiz, komandniy strokada bizlar aylanani belgilagan paytda mana bunday sub opsiyalar paydo bo'lyapti. Bular hech qanday hech nima emas, prosta ana shu mana bu sub opsiyalarni takrorlayapti. Mana birinchisi misol 3 ta tochka, ya'ni 3 ta nuqta bo'yicha, ikkinchisi 2 ta nuqta bo'yicha, keyingilari esa mana bu tochka kasanini bildirib turibdi. Bo'lmasam keyingisiga o'tamiz. Demak, bu dva tochka kasaniya radius deyapti. Bu ikkita tomonni kesishadigan joy hamda radiusni ko'rsatish orqali chizishni so'rayapti. Misol uchun shunday aylana chizish kerakki, tomonlari mana bu ikkita chiziqqa tegib o'tsin hamda radiusni o'zimiz xohlaganchalik belgilaymiz. Mana bu yerga tegib o'tsin, bu yerga tegib o'tsin hamda radiusi 50 bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, bu chiziqlardan ancha yuqoriroqqa chiziq aylana hosil bo'ldi. Buning sababi shundaki, chiziqlarni davom ettirganimizda ana shu yerga kelib aylanaga tegib o'tadi hamda bizlar aylanani radiusini 50 qilganimiz uchun bu ana shu yerga paydo bo'ldi. Misol uchun buni olib
увеличить qilsam agar mana bu yerda aylanaga tegib o'tadi. Yoki boshqa bir variant, yana shuni olib radiusni kattaroq berganimizda, misol uchun 200. Ular aynan ana shu yerga tegib o'tyapti. Radiusini 1000 berishimiz ham mumkin. Bu paytda mana bunday kesib o'tyapti. Chunki mana buni davom ettirganimizda aylanamizning mana bu yeriga tegib o'tadi. Ikkinchi chiziq esa aylanamizning mana bu yeriga tegib o'tadi. Bularni tushundingiz degan umiddaman. Bundan tashqari bu narsani nafaqat mana bunday aylanalarda, balki poliliniyalarda, ya'ni yopiq obyektlarda ham qilsa bo'ladi. Misol uchun, kurugni tanlab, mana bu ikkita chiziqni tanlayman hamda radiusiga 30 beraman. Ko'rib turganingizdek, mana bu burchagimiz oldida bir-biriga teguvchi, ikkita yonga tegib o'tadigan aylana hosil bo'ldi. Bularni uddalit qilamiz. Keyingisi bu tri точки касания, ya'ni 3 ta tomonga tegib o'tadigan aylanani hosil qiladi. Misol uchun aytganda, mana bu uchburchagimizning ichiga ana shunday aylanani chizsak bo'ladi. Bunaqa funksiya bo'lmaganda shunday aylanani o'zi orqali buni chizish bizlarga anchalik qiyinchilik tug'dirgan bo'lar edi. Bizlar aniq qayerdan qancha radiusga chizishimizni bilmagan bo'lar edik va bunga ancha vaqt sarflab qiynalib qolgan bo'lar edik. Buning oddiy yo'li tri точки касанияni tanlaymiz hamda mana bu 3 ta tomonini tanlasak avtomatik tarzda 3 ta tomonga tegib turuvchi aylana hosil bo'ladi. Aylanani tushundingiz degan umiddaman. Asosan bizlar aylanani chizishda shu aylanani o'zini belgilab chizamiz hamda o'sha obyektimizga привязка qilib bog'lab ishimizni davom ettiramiz. Boshqa mana bular ish jarayonida kerak bo'ladi, lekin kamdan kam hollarda kerak bo'ladi. Xo'p, aylanani tushundik. Endi dugaga o'tamiz. Duga, ya'ni bu yerda ham kontekstni meni bor. Po umolchanию, ya'ni birinchi o'rinda tri точки turibdi. Bu 3 ta nuqtani bergan holda ya'ni yoy dugani chizishdan iborat. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi nuqta dugani boshi, o'rtasi hamda oxirini belgilashdan iborat. Belgilaymiz hamda misol uchun mana bu yerga dugani chizishni boshlaymiz. Mana bu birinchi nuqtasi bo'lsa agar, ikkinchi nuqtasi hamda mana bu uchinchi nuqtasi deb olsak agar, ana shu 3 ta nuqta kesishgan joydan bizlarga duga hosil qildi. Duganing o'rtasi bo'ladi hamda uning boshi va oxiri bo'ladi. Bu ham xuddi aylanaga o'xshaydi. Radiusi hamda diametri mavjud. Davom etamiz. Duganing pastrog'ida yana bir qancha turlari mavjud. Ularni shunchaki ismini o'qib qilib ketish mumkin. Misol uchun начало, центр, конец deb yozib qo'yibdi. Boshi, o'rtasi hamda oxiri. Misol uchun mana buni olsak agar, dugamizning boshi, dugamizning o'rtasi, привязкаdan o'rta привязкani olsak, dugamizning o'rtasi hamda dugamizning oxirgi nuqtasini belgilashimiz mumkin. Keyingisi начало, центр, угол. Boshni belgilashimiz mumkin, o'rtasini belgilashimiz mumkin hamda bizlarga kerak bo'ladigan ugl, ya'ni mana bu chiziqdan qancha masofada ugl bo'yicha, ya'ni aylana 360 bo'lsa, uglni so'rayapti. Misol uchun 45 gradus deb beraman. 45 gradus ostida duga hosil bo'ldi. Qolganlari ham xuddi shunday davom etadi, faqat bu so'z o'yiniga o'xshaydi. Sizga o'zingizga kerakli bo'lgan narsasini tanlab bajarishingiz mumkin. Faqat mana bu oxirgisini ko'rishingizni istardim. Buni bosgan holda boyagi dugalarni davom ettirishingiz mumkin.
Bundan tashqari yana bitta qiziq narsasi qoldi. Buni udalti qilamiz misol uchun. Начало, center, konец. Boshni belgilaymiz. Bu o'rtasi edi esingizda bo'lsa, hamda bu oxiri. Hozir aylanamiz pastki qismga chizilyapti. Men esa xohlaymanki, aylanam bu tomonga chizilishini. Buning uchun Ctrl tugmasini bosishim kifoya. Mana bunday tarzda mana Ctrlni bitta bosyapman. Ctrlni ushlab turish kerak. Ctrlni ushlab tursam agar aylanam tepa tomonga chizilyapti. Agar qo'yib yuborsam pastki tomonga o'tadi. Yana bir bor ushlab tursam tepa tomonga chizadi. Shuni ham yodda saqlashingizni so'ragan bo'lar edim. Umuman olganda aylana hamdoduga o'zidan shu narsalarni chiqaradi hamda ular bilan ishlashni talab etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.